Assalomu alaykum do'stlar, men 2026-yil mana shu sizlarga obzorni qilib beraman. Xudo xolasa bugun mening birinchi joyim. Qo'llab-quvvatla olasizlar. Bu xonaga ishlatilgan narsalar elinron shpaklevkalari, rodnon shtukaturkalari, alyuminiy yoki va eshik romlari, 2 qavatli oynada o'zini ruchkalari va displeylar chiroyli qilib to'rtta tushgan, как раз o'tirilgan obuylar bo'lgan kombinatsiya bo'lib, detskiligi uchun burchakdan burchakka to'g'ri yetmaganligi sababi bir rulon olingan va hammasi choklari bilinmagan darajada chiroyli bo'lgan. Tepalari shlank yuriladigan bo'lgan. Bu yerga xolos radiator olmaydi, radiator akfalar. Eng zo'ri mana shu bosilmaydigan bo'lgan ichki beton qo'yib chiroyli qilib o'xshatganman. Bu yerlarga yoki televizor bu ham juda chiroyli aboy, chaki bilinmaydigan aboylar. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa aloqaga chiqing.